Xo'p, bo'laklarni integralllash. Bu mavzu xuddi ko'paytma xossasining teskari amaliga o'xshash amal bo'ladi. Endi qaranglar, masalan, bizga ikkita funksiya berilsin. A va B degan. Buni xossasini oladigan bo'lsam, e'tibor beringlar. Mana A bilan B o'zgarmas sonni o'rganganmiz. Shu vaqtgacha, to'g'rimi? Biz funksiyani x kesagina funksiya deb bilib turib, endi hosilni integral olganmiz, to'g'rimi? Endi bu yerda qaranglar. A bilan B alohida ikkita funksiya. Tushunarli? Funksiyalar, ya'ni funksiya hosilalar. Funksiya hosilasi nima bo'ladi? A ning hosilasi B qo'shilgan A ga B hosilami? To'g'ri? Tushunasizmi? Endi qaranglar. Men mana bu ifodani bu yerga olib o'taman, oldiga. Shunda bu nima bo'ladi? A hosila B teng bo'ladi. A ko'paytirilgan B ning hosilasi ayrilgan A B hosilam. To'g'ri? Logaritmda keladi yoki qanday? Ko'p holatda keladi, masalan, xolislar ildiz holatda keladi. Ildiz holatda kelib qolsa, ikkala tarafdan ildiz borishi mumkin. Yoki logaritmda holatda kelib qolsa, ikkala tarafdan logaritm borishi mumkin. To'g'ri? Odatda. Endi bu yerda ham ikkala tarafni bir raqamning o'zida integral deymiz. Integral. Tushunarli? Integral bu hosilaga teskari amal. To'g'ri? Qaranglar. Men mana bu tarafni ham integral deyman. Mana bu tarafni ham integral deyman. Bunda. E'tibor beringlar, mana bu joyda dx mi, dv mi nimadir deb yozganim yo'q hali. O'zi asli integral bo'laklar integralash xolos mana bunday, to'g'rimi? U v minus integral v dvmidi. Shunaqami bo'ladi, to'g'rimi? Men formuladan foydalanmayapman hozir. E'tibor beringlar. D qatnashgani yo'q endi. Tushunarlimi? Osonroq bitta yo'lda ko'rib o'tamiz. Endi qaranglar. Orasi ayrish bo'lsa, integralda alohida qolishi mumkin, to'g'rimi? Bu shaklga ayrish kelib qolsa. Demak, integral a hosila b teng buniki integral a ko'paytirilgan b ning hosilasi ayrilgan integral a b ning hosilasimi? Tushunasizlar? Integral hosilaga teskari amal bo'lganligi uchun hosila bilan integral qisqarib ketadi bir-biri bilan. Tushundingmi? Xuddi ilzosida a b ning kvadratidek. Tushunarli? Demak, bu yoq endi a ning hosilasi b teng bo'ladi. Integral qisqarib ketsa a ko'paytirilgan b ayrilgan integral a b ning hosilasi. Mana bu sizlar uchun bitta formula yoki podskazka deb qabul qilinglar. Tushunarli? Eslab qolinglar. Keltirib chiqarish formula hech qachon eslab qolmaydi. Eng eslab qoladigan narsa keltirib chiqarish bo'ladi. Tushunarli? Keltirib chiqarishda ko'paytma hosilasidan keltirib chiqarib olinglar. Hech qanday d va dx, dy qatnashmasdan to'g'ri o'zini yozib oling. Tushunarli? Kirishga. Endi qaranglar. Buni shu misol ko'ramiz. Endi bu joyda a bilan b ni qanday tanlayman degan narsada bizda. Mana shuni e'tibor beringlar. Bizda a ning o'rnida nima keldi? A hosilani o'rnida. X mi? Bu yerda b ning o'rnida nima keldi? Kosinus x keldimi? Formulaga qo'shim kerak men a bilan b kerak. Mana bu hosilasi, to'g'rimi? Integral qaytishim kerakmi? Lekin hali bilganim yo'q buni. E'tibor beringlar. Bu bo'lmani to'g'ri deganim yo'q hali. To'g'ri noto'g'ri bilmayman hali. Tushunarlimi? Qarang. Demak, menga a bilan b kerak. A bilan b kerak bo'lsa, mana bu hosilada hosildan qutulishim nima qilishim kerak? Integral olishim kerak. Integral olsam, a ning o'zi bo'ladi, to'g'rimi? Buni boshlang'ichi x kvadrat taqsim 2. Mana buni topdim mana. Ana endi qarang. B hosila kerak, integral o'rniga qo'shish uchun b ning o'zi bor, lekin hosilasi yo'q menda hali. Hosilasini topaman. B hosila nima bo'ladi? Minus sinus x to'g'rimi mana? Endi qaranglar. Men o'rniga qo'yaman. Mavjud davom ettiraman. A ning o'rnida bizda x kvadrat taqsim 2 x kvadrat taqsim 2 ko'paytirilgan. Buni o'rnida b ning o'rnida cosinus x mi? Cosinus x ayrilgan integral a ning o'rnida x kvadrat taqsim 2 ko'paytirilgan b hosila o'rnida sinus x mi? Sinus x. Ana endi qaranglarda, yomg'irdan qochib do'lga tushib qoldim. To'g'ri? X kala cosinus x turadi bu yerda. Bu yerda x kvadratni qatnashib qoldi endi. To'g'ri? Demak, men tanlab olganim mana bu joyda xato bo'lgan. Tushundingmi? Nima demoqchiman? Boshlang'ich, ya'ni hosila olinadigan joyga, hosila olinadigan joyga. Ya'ni odatda masalan nima deydi? Qisqarib ketadigan yoki bir chirib ketmaydigan holatda hosilani ikkinchisiga o'xshab qoladiganlik qilib turib tanlab olishimiz kerak. To'g'rimi? Demak, o'zimiz xato bo'ldimi? Demak, mana bu yerdan endi davom ettiramiz. Qarang. A hosilani nima tanlashim kerak ekan? Cosinus x tanlashim kerak ekan. B ning o'rniga x tanlashim kerak ekan. To'g'ri? Demak,
Ani o'zi nimaga teng bo'ladi? Boshlang'ich olsa. To'g'rimi? Hosiladan qutulishim uchun boshlang'ich olaman. Integral olaman. Ikkala tarafdan ham, har tarafdan ham integral olaman. Biraz chiqib ketadi yana. To'g'rimi? Nima bo'ladi endi bu? Sinus x ga teng bo'ldi. Endi b ni hosilasi nimaga teng? Birga. X hosilasi birga teng, tushunasizmi? Tushunadi? Ana endi mana bu yerdan qaraylik. Formulaga qo'yaman. Ana o'rnida sinus x ko'paytirilgan b ni o'rnida x ni o'zi ayrilgan integral ana o'rnida sinus x b hosila o'rnida 1. Endi qaranglar, nimaga dx yozmadingiz degan savollarga men mana buni x qatnashib x bo'yicha hosila olyapman, integral chiqazyapman deb tasavvur qilishinglar mumkin. Tushundingmi? Hech qanday noto'g'ri amal yo'q bu joyda. Shunchaki dx yozmadim. Chunki mana bu yerda qaranglar. Hosil olgan vaqtda bu yoq d shtrix b bo'ladi, bu yoq dx bo'lib qolish kerak-da. O'rniga qo'yishim uchun dx ham bo'ladi. Bu narsa yozmadim shunchaki. Kelisha olamizda shu narsani. Demak, qaranglar. Bu x kare sinus x ayrilgan bu sinus integrali minus cosinus x. Demak, oldi plus bo'lib cosinus x ga teng bo'lib qoladi. Mana sizga bu bo'laklarni integrallash birinchi yo'li. Tushunarli? Qiyin emas, juda ham oson. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa mana bu yerda tanlab olishimiz. Tushunarli? Testga kirgan vaqtingizda nima qilsa ham chiqasanglar bo'ldi. Tanlashga ikkilanyapsizmi? Xohlagan bitta ishlarni chiqmadi, ikkinchisi tanlab olsanglar oson ketadi. Omadinglar kelib qolib turib, yaxshi fikrlarni topib qolsanglar bo'ldi, bitta chiqadi. Chiqmay qolgan, chirib ketib qolgan bo'lsa, shokka tushmasak kerak. Bizda ikkinchisi ham bor-da hali. Tushunarli? Ikkinchisini tanlaylar sirasi. Tushuntiroqmi? Yaxshi. Endi qaranglar, bu yerda misol ko'ramiz ko'proq. Yana o'sha formulani ko'chirib o'rtaga yozib qo'yamiz. Qaranglar. Integral a hosila b teng nima bo'ladi? A ko'paytirilgan b ayrilgan integral a b hosila. To'g'rimi? Xuddi shunday mana bu yerda tanlab o'qiladi. E'tibor beringlar. Biz a shtrix bilan nima tanlashim kerak? A shtrix bilan b ni tanlashim kerak hozir. To'g'rimi? Chunki formulada a shtrix bilan b borda integral ichida. Bizda mana bu ikkilasi yashirilgan. Tushunasizmi? Eng qizi hosila olinadigan joyimga sal osonroqni qo'yishim kerak. Chirib ketadigan emas. Bu joyda eng osonroq qaysi? X o'zi. Demak, b ga x tanlab olaman. Integral olinadiganimga 3 darajasi x tanlab oldim. Tushunarli? Tanlov o'rgandinglarmi? Tanlov hosila olayotgan vaqtim chirib ketmaydigani kerak. Tushundingizmi? Chirib ketmaydigani 3 darajasi x. Demak, mana buni integral olaman, sababi hosilani qisqartirib olishim kerak. Shunda a nima teng chiqadi? 3 darajasida x taqsim ln 3 bo'ladi. Mana buni hosil olsanglar, 3 darajasi x kerak, ln 3 bo'lib qoladi. Ln 3 dan qisqarib ketish kerak. Endi bu o'zimiz oddiy integral. Chunki 3 darajasi x integrali juda ham oddiy. Tushunarli? Bunga to'xtalib o'tirmayman. Endi b ni hosilasi kerak. B ni hosilasi doimiy deb birga teng. Tushunarli? Bo'ldi, formulaga o'rniga qo'yaman. A ni o'rnida 3 darajasi x taqsim ln 3. To'g'rimi? Ko'paytirilgan b ni o'rnida nima? X. B shtrix birga teng. Tushundingmi? Ayrilgan, qaranglar. Integral a ni o'rnida 3 darajasi x taqsim ln 3 va b shtrix o'rnida 1. dx bor shu yerda tasavvur qiling. dx bor. D bo'yicha integral chiqazyapti. Tushunarli? Chunki biz dx yozib o'rganib qolganmiz, dx, dy hammasi. Lekin dx bor. Tushunarli? Xo'p, demak, barobar bu bo'ladi 3 darajasi x taqsim ln 3 mavjud x ham bor. Ayrilgan. ln 3 borku mana vaqtdagi. O'zgarmasdan oldiga chiqdi. ln 3 va 3 darajasi x integral mavjud oldi. Nima chiqdi? 3 darajasi x taqsim ln 3 chiqdi, to'g'rimi? Teng. Mana bu 3 darajasida x taqsim ln 3 ayrilgan 3 darajasida x taqsim ln kvadrat 3 bo'ldi. Tushunarli? Integral chiqdi. Tushundinglarmi? Qayerga tushunib qoldi? Tushunarli? Yaxshi. Ana endi mana bu. Bunga o'taman. Bu joydan tanlashim kerak. Men tanlasam bo'ladi. Qarang, a hosila bilan b ni tanlashim kerak. A shtrixga nima tanlayman? ln x. Xo'p, men ln x tanlayman. b gachi.
x tanlayman. Buni integrali nima bo'ladi? ln x integral. Bu ham bo'laklash ln x ekan. Demak, nima bo'ldi? O'rni alishtirishim kerak ekan. ln x integralini ko'rib o'tamiz hozir. Uniki bo'laklash integrali. Demak, buni o'chirib tashlayman. Buni ham o'chiraman. Demak, buni x bo'ladi, buniki ln x bo'ldi. Buni integrali nima bo'ladi endi? Ya'ni hosilani qisqartirishim kerak. A teng x kvadrat taqsim 2. Demak, b hosili nima bo'ladi? 1 taqsim x. Tushunarli? Yaxshi. O'rniga qo'ysam bo'ldi endi. A ni o'rnida x kvadrat taqsim 2 ko'paytirilgan. B ni o'rnida ln x ayrilgan integral A ni o'rnida x kvadrat taqsim 2 ko'paytirilgan. B hosilani o'rnida 1 taqsim x mi? Teng. X lar qisqardi. Bu yoq x kvadrat taqsim 2 ln x ayrilgan 1 taqsim 2 oldiga chiqib ketadi, integral x o'zi qolib ketadi. To'g'rimi? Dx bor mana bu yerda. Ko'rmayapsiz. Tushunarli? Demak, barobar x kvadrat taqsim 2 ln x ayrilgan 1 taqsim 2 x kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Mana bu 2 bilan kelganda 4 yozib keta qoladi. Tushunarli? Xo'p, o'sha boyagi videoda ko'rgan misolimizdagi ln x ni integralni ko'rib o'tamiz. Qarang. Xo'p, e'tibor berishimiz kerak, bu yerda ln x o'z turibdi, to'g'rimi? To'g'rimi? Lekin yonda bir bor tasavvur qilsak bo'ladi. Kim urishadi bizga? Hech kim urishmaydi, to'g'rimi? Demak, mana bu joyga men bir bor tasavvur qilib yozib olaman. Tushundingmi? O'shanda biz h-ga ln x tanlagan vaqtimiz chirib ketdi. To'g'rimi? Demak, h-ga nima tanlayman ekan? 1. B ekanchi? ln x ni. Buni integrali a teng x ga teng bo'ldi mana. Buniki b hosili 1 taqsim x mi? Tushunarli? Demak, mana bu yerda yozaman. A ko'paytirilgan b ayrilgan integral a b shtrix edi. To'g'rimi? A ni o'rnida x, b ni o'rnida ln x ayrilgan integral a ni o'rnida x, b hosilani o'rnida 1 taqsim x mi? Barobar. Qisqardi bu ikkalasi. Bu ikkalasi nima bo'ladi? X ln x bo'ldi. Ayrilgan. Buni nima qoldi? 1 mi? 1 dan integral x. Tushunarli? Oson juda ham. Prosta mana formulani yodlab olinglar, keltirib chiqarish bilib olinglar bo'ldi. Qiyin emas qolgan. Tushunarli? Yaxshi. Ana endi qaranglar. Biz hozirgacha faqat x kelsa yoki x o'zi kelib qolsa ko'rdik-da. Kvadratli holat kelib qolsa nima qilamiz? Degan savollar borda bizda. Demak, eng qizig'i y ni hosilasi ham integrali ham o'ziga teng. To'g'rimi? Kelinglar, shu joyda belgilaymiz. Hozir bilmayapsizlar. Tasavvur qiling, hech kim bilgan yo'q. Men ham bilganim, sizlar ham bilganingiz. Xohlagancha tanlayman. H ga ham, B ga ham bitta o'zim tanlayman. Xohlagan. Tushunarli? Qaysi birini tanlayman? Aytinglarchi. A hosiliga qaysini tanlayman? X tanlayman. Aha. B ga x kvadratmi? Buni integrali. O'zimi x. Buni hosilasi 2x bo'ldi. O'rniga qo'yaman, qarang. Nima bo'ladi ekan? A ni o'rniga x qo'yaman. Nima bo'ladi? Y direct x qo'yaman. X kvadrat qo'yaman, to'g'rimi? Ayrilgan integral A ni o'rniga x ni qo'yaman va 2x mi? Teng. Endi mana bu joyda qaranglar, yana bitta bo'laklashga kelib qoldi. To'g'rimi? Biz to'g'ri tanlaganmiz. Ana to'g'ri tanlagan. Nima sababdan o'ylaysizlar? Mana bunday kvadratli holatga kelib qoladi-yu. Bo'laklashni ikki marta ishlatishga majburman. Sababi bir o'rniga x qo'ygan taqdirlarda mana buni hot integral chiqazasizlar, x kvadrat tanlab qo'ygan edim. X ko'p taqsim cho'p qolarmidi? Chiraganda chiraydi u ham, mana bu kublik bo'lib qolardi. Biz x darajasini bittaga kamaytirib oldik, prosta. Tushundingmi? Hozir agar h' o'rniga y kvadrat tanlaganimda kubikli bo'lib qolardi. Tushundingmi? Yaxshi. Y darajasi x kara x kvadrat ayrilgan 2 integral y darajasi x x mi? To'g'rimi? Ana endi mana bu yerda yana bitta tanlayman. Mana bu. Bu yoqda ham h' ga y darajasi x ni
b ga x tanlayman. Mana bu bo'yicha. Tushunasizmi? Mana bu o'ziga. Yoki e'tibor bermayman. Yo'q, bo'ldi. Tayyor. Faqatgina mavjud qoldi. Tushundingmi? Demak, buni integral nima bo'ladi? A teng y darajasi x. Buni hosilasi 1. Mana. Bu ham tayyor. O'rniga qo'ysam bo'ldi. Demak, y darajasida x ko'paytirilgan x kvadrat ayrilgan 2 karra qo'shida yozaman. Chunki oldin manfiy, agar manfiy bo'lganda pul yozib ketaveradi. Qo'shida yozaman. A ko'paytirilgan 1 ana o'rnida y darajasida x karra x mi ayrilgan bo'ladi. Integral y darajasida x karra 1 mi 5 ta o'rniga. Tushunasizlar? Barobar qarang. Qo'shib chiqaraman bu barabar. Y darajasi x ko'paytirilgan x kvadrat ayrilgan 2x karra y darajasi x to'g'ri qo'shilgan. Buni integrali o'ziga teng, to'g'rimi? O'ziga teng bo'lsa, oldi plus bitta ikkita minus y darajasida x. Mana. Bu soddalashtirib qo'ysalar bo'ladi. Y darajasi x topish ketsalar bo'ladi. Shunaqa, tushunali? Nima bu? Qay? Tushunali? Endi qarang. Bizda bu holatda kelib qoldi. Nima qilamiz degan savol borda bizda. E'tibor beringlar. Demak, integral mana bu 1 taqsim x karra ln x dx qolsa bo'ladimi? Teng. Demak, qaranglar, mana buni hosilasi bunga tengmi? To'g'rimi? Demak, integral ln x ning hosilasi ln x va dx. To'g'rimi? Qaranglar. Bitta hosila, bitta oddiy. Yo'q. Bitta hosilasi yo'q. F x kelyapti, f shin x kelyapti. Tushunasizlar? Men mana buni ikki xil usulda ko'rganman, o'zim ikki xil usul. Mana bu differensial chiqib olib kelaman. Olib kirib kelsam, differensial ichiga kirayotgan vaqtda integral ya'ni hosil yo'q bo'lib ketadi. Tushunali? Yana uni topib qolaman. Integral ln x karra d ln x bo'lib qoladi. Tushunali? X argumentim ln x ga o'zgarib qoladi. Tushunali? Demak, xuddi men mana bu yerda t degan ifoda deb qaraydigan bo'lsam, integral t karra dt bo'lib qoladi. Tushunali? Demak, burada integral t kvadrat taqsim 2 plus s mi? T ni o'rniga ln x qo'yarsam, ln kvadrat x taqsim 2 plus s bo'lib qoladi. Tushunali? Ikkinchi usulda qanday bo'ladi degan savollarga ikkinchi usulni solishga harakat qilaman. Integral ln x taqsim x dx. Belgilayman. ln x ni t deb belgilayman. Ikkala tarafdan hosil olaman. Hosil olsam 1 taqsim x dx teng dt bo'lib qoladimi? Yo'qda dx topadigan bo'lsam, x ga o'tsa nima bo'ladi? X dt mi? Bo'ldi. Barobar. O'rniga qo'yaveraman. Endi o'rniga t qo'yaman. T taqsim x karra dx o'rniga x dt mi? X lar qisqardi, to'g'rimi? Integral t dt bo'lib qoldi. Qarang, mana bu qaytib qoldi. To'g'ri? Demak, bu integral nima chiqdi? ln kvadrat x taqsim 2 plus s. Tushunarli? Yaxshi. Xo'p. Telefoningni solamiz. Demak, qaranglar. Bu joyda yana ikkita usulni ko'rsatamiz. 1. Differensial ichiga olib kirib kelish, 2. Mana bunga o'xshab belgilash. Tushunarli? Qaysi biridan boshlaymiz? Belgilashga boshlashib qoldinglar, menimcha, to'g'rimi? Lekin shunday holat kelib qolsa, belgilash osonroq. Lekin differensial ichiga o'rganib qo'yish kerak. Kelinglar, birinchi differensial ichiga olib kirishni o'rganamiz. Mana bu kelinglar, oqimli teng integral mana bu nima bo'ladi? Minus cosinus x ning hosilasiga teng bo'ladi. Mana bu sin x, to'g'rimi? Va cosinus 7-darajada x dx mi? Mana bu hosilani differensial ichiga olib kirib kelaman. Olib kirib kelsam, nima bo'ladi? Integral minusini oldiga chiqarib olishga haqqi bor. Va cosinus 7-darajada x d qo'shilib cosinus x bo'lib qoladi. X o'zgarishi uchun cosinus o'zgarishi o'zgarib qoladi. Tushunarli? Ana endi qaranglar. Mana buni yana bitta t degan ifoda deb qarang. T desam, mana bu nima bo'ladi? T ni 7-si barobar integral minus bo'ladi. T ni 7-si va dt teng. Nima bo'ladi endi bu? Minus t ni 8-si taqsim 8 plus s. To'g'ri? T ni o'rniga boshlik o'zgarib belgilangan cosinus x olib qo'ysam bo'ladi. Barobar minus cosinus 8-darajada x taqsim 8
plus s. Tushundingmi? Bu birinchi usul. Birinchi usul definitsiyani ichiga olib kirib kelish. Endi ikkinchi usulga o'tamiz. Ikkinchi usulimiz qarang. İkinci usul integral sinus x kosinus 7. derecede x ve dx. Qaysi birini belgilab olaylik? Sinus x ni belgilab olaylikmi, kosinus x ni? Kelinglar kosinus x ni bittasini belgilaylik. Integral kosinus x ni. Sinus x ni belgilaydigan bo'lsam, mana bu kelmay qoladi. Chunki sinus belgilab olmayman bundan keyin. Mana kvadrat qilaman. Mana bu t ko'ra qanaqadir bitta ifoda bo'lib qolib kosinus. Shuning uchun kosinus belgilayman. Kosinus belgilasam nima bo'ladi? Kosinus x teng t bo'lsa, buni hosilasi minus sinus x dx teng dt mi? Dx teng minus dt taqsim sinus x mi? Barobar. O'rniga qo'yaman. Ammo tushunyaptimi? Mana bu x ko'paytirilgan, bu t ni 7-si taqsim minus sinus x dt mi? Mana bu x yozib sinus x edi. Sinus x taqsim qanday? Shunda nima qoladi? Minus oldiga chiqib ketsa, minus integral t ni 7-si dt. Qani? Mana bu yerda qolib ketdi. To'g'ri? Demak, buni ham integrali barobar bo'ladi. Kosinus 8 derecede x taqsim 8 plus s. Faqat minus. Tushunali? Yaxshi.